Efirda Axborot 24 informatsion dasturi. Umra ziyoratlari sayyohlik agentliklari assotsiatsiyasi tomonidan tadbir tashkil etildi. Charmpoy Afzal sanoati klasterini tashkil etish ishlariga start berildi. Prokuratura organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi doirasida tadbirlar. Endi esa shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotlarimiz. Mamlakatimizga xorijiy sayyohlarni yanada ko'proq jalb qilish, shuningdek sayyohlik tashkilotlari o'rtasida umra ziyoratini tartibli amalga oshirish maqsadida kuni kecha Umra ziyoratlari sayyohlik agentliklari assotsiatsiyasi tashabbusi bilan yana bir xayrli tadbir o'tkazildi. Toshkentda tashkil etilgan Umra plus ziyorat turizmi mavzusidagi xalqaro ko'rgazmada Saudiya Arabistonida faoliyat yuritayotgan mehmonxonalar, avia, catering va transport kompaniyalari mutaxassis va mutasaddilari, shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan yana ko'plab xorijiy tashkilotlar vakillari qatnashdi. Yaqindagina o'sha prezidentimiz selektor o'tkazdilar, ya'ni turizm yo'nalishi bo'yicha o'shanga muvofiq, o'shanga mos keladigan qilib 100 dan ortiq chet ellik, ya'ni nafaqat saudiyalik, bu yerda turkiyalik, ozarbayjonlik, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston qo'shini, Qozog'iston va Misr, boshqa o'lkalardan ziyoratchilarimiz kelib ishtirok etishyapti. Barchalari ko'rib hayratda. Ikkita yangi aviakompaniya O'zbekistonga qiziqish bildiryapti. Bu Flyair va Saudiya Airlines aviakompaniyalari. Ular shartnomalar bilan turishibdi. Xalqaro miqyosda mamlakatimizda ikkinchi marta o'tkazilgan ziyorat turizmiga bag'ishlangan ko'rgazmada xorijdan kelgan qator 100 dan ortiq shu soha mutasaddilari yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan sayyohlik agentliklari mutasaddilari bilan o'zaro shartnomalar imzoladi. Eng asosiysi dunyoni ko'rish, tenglar ichida teng ekanligimizni olamga yana ham ko'proq namoyish qilish, hamyurtlarimizni ayniqsa yoshlarimizni dunyoviy ilm-fan yutuqlari bilan bevosita tanishtirish ko'lamini yanada kengaytirish va shu barobarida yangi ish o'rinlari yaratish. Yurtimizga keluvchi xorijiy sayyohlar sonini oshirish maqsadida o'tkazilgan ko'rgazmada umra va ziyorat turizmi yo'nalishidagi xizmat ko'rsatishning yangi va kamchiqim turlari namoyish etildi. Oldingi yilgi raqamlarga qarasak, hozir 525 mingtaga yaqin vatandoshlarimiz umra safariga borishgan ekan. Bu Saudiyadan oldik biz raqamlarni. Hozir yangi aviakompaniyalar kirib kelyapti. Biz shu raqamni 750 mingtaga oshirishni niyat qilib qo'yishgan. Umra ziyorati hamda ziyorat turizmiga. Saudiyadan hozir shirkatlar kelgan. Ularni Samarqandga, Buxoroga olib boramiz. Ularni o'z ko'zi bilan ko'rib, bizani yurtda bo'layotgan sharoitlarni ko'rib, bu yoqqa Saudiya fuqarolarini ziyorat turizmiga taklif qilish maqsadimiz. Tadbirda Saudiya Arabistoni, shuningdek, qator mamlakatlarda ziyorat turizmi faoliyati bilan shug'ullanayotgan shirkat va kompaniyalar mutasaddilari tinchlik barqaror bo'lgan, imkoniyatlari ko'lami keng O'zbekiston bilan hamkorliklarini yanada kengaytirish tarafdori ekanliklarini ta'kidlashdi. Tadbirda ko'plab kelishuvlarga erishildi. Xalqaro ko'rgazma ana shunisi bilan ahamiyatli bo'ldi.